Ko'pchilik iPhone tutayotganlarda telefon yo'nkisi 2-3% ga tez tushib ketyapti. Bu nimadan? Bu obnovleniya qilganinglardan keyin telefoninglarning yo'nkisini noto'g'ri ko'rsatyapti. Shu telefon yo'nkisini 100% to'g'ri ko'rsatadigan programmani hozir men sizlarga ko'rsataman. O'sha programma orqali sizlar kirib, haqiqiy yo'nkisinglar nechiligini bilib olishingiz mumkin. Demak, do'stlar, App Store'ga kirib oldik. App Store'ga kirganimizdan keyin Apple Support degan programma bor. Mana shu programmani skachat qilib olasizlar va kirasizlar ichiga. Kirganinglardan keyin o'zingizlar telefon modelinglar turibdi. Menda 15 Pro iPhone. Shuni ustiga bosasizlar. Kirganimizdan keyin bir nechta parametrlari bor. O'sha parametrlarning ichida другой вопрос bor. Entida turibdi. O'sha другой вопросga kiramiz. Другой вопрос kirganimizdan keyin время работы от аккумулятора bor. O'sha bosamiz. Bosganimizdan keyin akkumulyatorni tekshirish bor, ya'ni проверить сейчас bor. O'shani bosamiz. Ko'kka bosganimizdan keyin hozir telefonimizni maksimal yo'nkisi chiqib keladi. Menda 98% yo'nkisi ekan. Sizlar ham shunaqa qilib tekshirib olsangiz bo'ladi. O'zingizlarning maksimalning haqiqiy yo'nkisinglar nechiligini. Sizlarda maksimal yo'nkis nechi chiqdi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni tez qoldirib ketinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqdi, rahmat deb yozib qo'yishingiz chiqmadi. Salomat bo'linglar.